Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 27, 28, 29, 30 va 31 may va 1, 2 va 3 iyun uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27 mayda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28 may, 3-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajadan 19-24 darajagacha o'zgarib turadi. Kunduzi 27 mayda 28-33 daraja bo'ladi. 28-29 mayda 33-38 darajagacha ko'tariladi. 30 may va 3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27 va 31 mayda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28, 29, 30 may va 1, 2, 3-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-28 mayda 15-20 daraja bo'ladi. 29 mayda va 3-iyunda 19-24 darajagacha ko'tariladi. Kunduzi 27 mayda 28-33 daraja bo'ladi. 28-31 mayda 33-38 darajagacha ko'tariladi. 1, 2 va 3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27 mayda va 31 mayda 1-iyunda ayrim joylarda qisqa va muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28-30 may va 2-3-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-30 mayda 15-20 daraja bo'ladi. 31 may, 3-iyunda 19-24 darajagacha ko'tariladi. Kunduzi 27 mayda 25-30 daraja bo'ladi. 28-31 mayda 30-35 darajagacha ko'tariladi. 1 va 3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27 mayda va 3-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28 may, 2-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-28 mayda 15-20 daraja bo'ladi. 29 may, 3-iyunda 19-24 darajagacha ko'tariladi. Kunduzi 27-28 mayda 30-35 daraja bo'ladi. 29-31 mayda 34-39 darajagacha ko'tariladi. 1, 2 va 3-iyunda 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27 may va 31 may, 3-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 28-30 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-29 daraja bo'lishi mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.